Mahalla azaldan tarbiya maskani, ahillik va totuvlik o'chog'i bo'lib kelgan. Mahalla jamiyatning kichik bo'g'ini sifatida kishilarda insoniy fazilatlarni shakllantirish, oilalarda tinchlik totuvlikni ta'minlash, jinoyatchilikning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etuvchi noyob tuzilma sanaladi. Prezidentimizning 2023-yil 21-dekabrdagi Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga asosan bugun mazkur organ faoliyati samaradorligi yanada oshdi. Xususan, mahalla yettiligi tomonidan olib borilayotgan ishlar o'z natijasini beryapti. Mulohazalarimizni Surxondaryoning eng chekka tumani Uzundagi Yangi Kuch mahallasi misolida davom ettiramiz. Mahallamizda 1010 ta xonadon mavjud bo'lib, 5333 nafar aholi yashaydi. Mahallamiz driverlik xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish hamda issiqxona, dehqonchilik va sabzavotchiliklardan iborat. Hozir mana mahallamizda 300 ga yaqin xonadonlarda issiqxonalar tashkil etilgan. 2024-yilda ishsiz fuqarolarni aniqlab oldik. 53 nafariga kredit berdik. Undan tashqari 18 nafariga subsidiya asosida har xil asbob uskunalar berdik. Undan tashqari qo'shimchasiga yana tadbirkorlar hamda Yangi Kuch madaniyati ko'chalarida 60 dan ziyod xonadonlarda sayxunoma tajribasi asosida paketlar yaratdik. Misol uchun xonadonlarda chorvachilik, issiqxonachilik, asalarichilik yo'nalishlarida ko'proq ishlar amalga oshirdik. Qo'shimchasiga 306-son qaror bilan 11 nafar katta yirik tadbirkorlarimizga davlat tomonidan berilgan imtiyozli garovsiz 100 millionlik kreditlarimizdan qariyb 1 milliard 100 million kredit bilan 30 dan ziyod fuqarolarimizni bandligini ta'minlashda amaliy yordam berdik. Mahalla yettiligi bilan 2025-yilda 105 nafar fuqaroni bandligini ta'minlashda hamda 20 nafar kambag'al xonadonlarga ularni bandligini ta'minlash hamda ularni kambag'allikdan chiqartish bo'yicha amaliy ishlar tashkil qilishni rejalashtirib olganmiz. Bugun Yangi Kuch mahallasida ham oilaviy tadbirkorlik, tomorqadan samarali foydalanish ishlariga alohida ahamiyat berilmoqda. Shu yerda yashovchi Abdulahad Qodirov shaxsiy tomorqasida tashkil qilgan issiqxonasidan yaxshigina daromad olyapti. Dehqonchilik ilmini olgan qahramonimiz 3 sotixli issiqxonada bir vaqtning o'zida 3 xil mahsulot yetishtirmoqda. Mana shu issiqxonani tashkil qilganimizga 4 yillar bo'ldi. Bu issiqxonani birinchi yil ochganimizda biroz qiynalganmiz. Keyinchalik asta-asta yo'lga tushib oldik. Hozir mana o'zim nafaqada bo'lsam ham bolalar, nevaralar, kelinlar chiqishib yordam berishadi. Mana buni keyin vodiy usullaridan o'rganib, buni 2 etajlik qildik. Kulpinayda ekib, oldin yerga ekkandik, isitish sistemasi qiyinlashuvdi. Undan oldin ko'kat ekkandik. Ko'katni hozir tugatib, endi ertachiroq qilib turib kartoshka ekamiz. Hozir kartoshka ham endi oldi mana gullay deb qoldi. Pastda ekkaningizda yerni tagidan issiqlik kelish kerak ekan. Bo'lmasa uncha rivojlanmas ekan ekan. Mana yuqoriga ekkaningizdan keyin buni mana bu pastlari ham issiq bo'lib turib, shundan issiq olib yaxshi rivojlanar ekan. Ham tomchilar sug'orish yo'lga qo'yganmiz, birinchidan suvga ekonom qiladi. Ayniqsa qish vaqtlarida aradan sug'orish juda qiyin bo'ladi. Hozir nasos orqali buni tomchilar sug'orish yo'lga qo'yganmiz. Juda qulay bu. Bir oylardan ortiq bo'ldi buni bozorga chiqarib sotganimizga. Boshlanish narxida 200 mingdan ham sotdik. Endi hozir 150 mingdan kilosini sotyapmiz. O'zimizning mahalliy bozorlarga undan ham arzon beramiz. Ko'pchilik buni o'rganib ketishyapti bizdan. Mahalladoshlarimiz, boshqa mahalladagilar. Guvohi bo'lganingizdek, issiqxonada qulupnay, kartoshka va uzum yetishtirilmoqda. Dehqonning ta'kidlashicha, har mavsumda ushbu mo'jaz issiqxonadan 200 million so'm atrofida daromad olinyapti. Issiq yozda bizlarda mana bunaqangi ikkinchi qavatdan juda ham hosil olish qiyin bo'ladi. Bu yerda issiq bo'lib ketib turib, mana buni sug'orish qiyinlashib boraveradi. Biz ham yerda dam oldiramiz. Shu vaqt o'zida tepasiga uzum voyish. Uzum ko'chatlarini ko'targanmiz, mes uzumlardan. Bu hozir mana setkaning ustida uzum turibdi. Uning ustida ham setka qilib turib, uning ustida krenka qo'yilgan. Bu setkaga ham ziyoni yo'q, bu ekinga ham ziyoni yo'q. Ham uzum ham ertaroq chiqadi, ertaroq kurtaga yozib, ertaroq hosilga kiradi. O'rta hisobda bu yerdan hosildorliklar yaxshi bo'lib qolgan yillari o'tgan yillari 150 million, 170 milliongacha daromad qilgandik. Qulpinaydan, kartoshkalardan. Kartoshkani ham erta chiqarib 15 ming so'mdan sotganmiz. Uzum juda erta chiqqandi uzumimiz. Bozorda o'sha vaqtlarda uzum faqat chet mamlakat uzumlari bo'lardi. O'zimizning mahalliy uzumlar chiqmagan paytda chiqarib, biz o'shanda ham 20 ming so'mdan sotganmiz. Ana shu uzumni o'zidan o'tgan yili 20 milliongacha daromad qildik. Dehqonchilikdan mana to'y qildik. Farzandlarni uyladik.
o'g'il qizlarni chiqardik, nevaralarni to'y qildik, mana mashinalar oldik, mollar qildik. Bekorchi odamni o'zi yo'q. Kelinlar ham ishdan kelishadi, yordam berishadi. Qizlar ham shu, nevaralar maktabdan keladi, yordam berishadi. Qanchaki mehnatga o'rgangan odam, chiniqqan odam ham sog'lom bo'ladi, ham daromad bo'ladi. Ham yaxshi yashaydi. Hozir 200 milliondan ko'proq daromad qilamiz bir yilda. Mol, chorva, dehqonchilik va hokazolar bilan. U endi oilalarimizdan, pensiyalarimizdan tashqari. Shu mahallada yashovchi Bozorboy Jumayev ham bir necha yillar o'rta maktabda matematika fanidan dars bergan. Qahramonimiz ayni paytda nafaqada bo'lishiga qaramay, hovlisidagi issiqxonada mehnat qilib, ham mo'may daromad topyapti, ham farzandu nabiralarini mehnat qilishga o'rgatyapti. Issiqxonadagi sabzi allaqachon sotuvga ham chiqarilgan. Mana shu olti joyga Yaponiyaning Kaki nomli sorti sabzini noyabr oyining 15-da ekkanman. Hozirgi kunda mana pishib yetildi, endi buni biz bozorlarga sotishni boshladik. Bugundan borib bozorga 4 donasini 5 mingga topshirdik. Kiloga hisoblaganda 12,5 ming, 13 ming atrofida pul bo'lyapti. Shu yerdan 6 joyda men yilda oxirigacha hammasini sotib tugatgandim, 40 million atrofida daromad kutyapman. O'tgan yili kartoshka ekkan edik. Kartoshkadan yaxshi daromad qildik. 16 mingdan kilosini sotdik. O'tgan yil ham yil davomida 3 marta ekin ekib 50 million atrofida daromad qildik. Bilgi daromadimiz esa sabzini o'zidan 40 million mo'ljallab turibmiz. Orqasiga sabzidan keyin pomidor ekamiz. Pomidordan ham bir 25 million atrofida daromad qilsa kerak. Pomidordan keyin kechki bodring ekamiz, 3-hosil. Undan ham bir 25 million atrofida daromad qilsak, jami daromadimiz 100 million atrofiga yaqinlashib qoladi. Bozorboy akaning aytishicha, oldinlari ko'rilgan foydaning yarmi ko'chat sotib olishga ketgan. Endi buning ham yechimi topildi. Issiqxonada ko'chatchilik yo'lga qo'yildi. Mehnatga yarasha deganlaridek, daromad ham yil sayin ortmoqda. Bu 2 sotilik issiqxonamiz. Bu yerda ham sabzilarimiz bor va yonimizda mana pomidor ko'chatlarimiz tayyor bo'lyapti. Mana bu yerga esa gul ko'chatlari ekilgan, hovlilarga ekilgan gul ko'chatlar. Mana bular ham tayyor bo'lib qoladi. Ko'chatchilikdan ham bir 10 million atrofida daromad qilamiz. Pomidor ko'chatlarini o'zimiz ekamiz. Mana yerlarimizga bo'shay sabzidagi ekamiz. Bu gullarni bozorga chiqarib sotamiz. Ilgari biz mana shu ko'chatlarni sotib olib, ko'chatlarni ekamiz. Endi esa o'zimiz yetishtiryapmiz. O'zimiz yetishtirib, o'zimiz ekamiz. Bu ham bizga iqtisodiy tomondan yordamda. Hozir biz nafaqa yoshlar, mana shularni biz ekamiz. Bekor o'tirmaymiz, mana shularni ekib, yetishtirib, shundan daromad qilamiz. Fatima momo Saydullayeva nafaqada bo'lishiga qaramay, mahallasidagi yoshlarga haqiqiy o'rnak bo'lmoqda. U o'z tomorqasidagi 3 sotix issiqxonada 30 mingga yaqin gul ko'chatlarini o'g'li, kelini va nabiralari bilan birga parvarish qiladi. Uning aytishicha, o'g'illar ancha yillar ishsiz bo'lgan. Endi esa oilada hamma ish bilan band, ya'ni serdaromad soha gulchilik bilan shug'ullanmoqda. Bundan tashqari ko'chatchilikni ham yo'lga qo'yishgan. Yurtimizda bunyodkorlik ishlari jadallik bilan davom etyapti. Demakki, bu sifatli ish ikromlarga bo'lgan ehtiyojni orttiradi. Ikrom Mullajonov ham bir vaqtlar, ya'ni o'zi shogird bo'lib yurgan kezlarda mahallasidagi ishsiz yoshlarning 12 nafarini ishli qilishi tushiga ham kirmaganini aytadi. Dastlab uyda qo'l mehnati orqali boshlangan ish hozirga kelib mahalla yetilligining ko'magi bilan tadbirkorlik subyektiga aylandi. Mana shu MDFS ishlab chiqarishni boshlashdan endi 10 yil oldin shogird bo'lganman. Shu to'g'ri shogird bo'lib, keyin o'zim xonadondan yarmini ajratib qilganmiz. Kelajakda yana buni kengaytirib, mahalladagi shu ayollarni ishiga olamiz. Reja qilganmiz, endi shu yil 2025-yil hisobiga 20-25 nafarga yetkazamiz ishchi sonini. Shogirdlarimiz hammasi mana shu 12 tadan hozir 10 tasi yaxshi usta bo'lgan. Hammasi oilasiga moddiy tomondan yordam berib ishlashyapti. Eng asosiy mahallamizda mana shu yoshlar ishsiz edi. Hozir hammasi ish bilan ta'minlangan. Shular hozir doimiy ish bilan band. Birinchi ish boshlagan paytimiz juda qiyin edi. Endi bu ustamalarimiz bo'lmadi. Subsidiya yordamida, kredit yordamida shu ustamalarni olib kelib, hammasini qo'ydik. Oldin shu bir haftada 4 ta 5 ta chiqarsak, qo'l mehnati bilan albatta. Hozir bir haftada 20-30 tagacha ish ishlab chiqaramiz. Mahalla ulug' maqsadlar sari yetaklovchi o'zaro ahillik, hamjihatlik maskani. Bugungi kunda mahalla tizimida olib borilayotgan islohotlar samarasi Surxondaryo viloyatining olis hududlarida ham o'z aksini topmoqda. Muxtasar aytganda, inson qadri ulug'lanayotgan yurtimizda mahallaga bo'lgan e'tibor ham ortib bormoqda.
davlat dasturida. Ekofaol fuqaro hayot tarzini keng targ'ib qilishga qaratilgan 1 million yashil oila umummilliy harakatga yo'lga qo'yiladi. Harakat doirasida aholi orasida sog'lom turmush tarzi, xususan tibbiy madaniyatni oshirish, sog'lom ovqatlanish, kunlik yurish va yugurishni targ'ib qilish, yashil transportda jumladan velosipedda harakatlanish, plastik mahsulotlardan foydalanishni kamaytirish, oziq-ovqat isrofgarchiligining oldini olish, suv, gaz va elektr energiyasi resurslaridan oqilona foydalanish, chiqindilarni turiga qarab saralashni yo'lga qo'yish rag'batlantiriladi. Davlat dasturi bilan batafsil O'zbekiston 2030.uz onlayn platformasida tanishing. Islohotlar jarayoniga befarq bo'lmang.